eshitaman. Ism familiyasi deysizmi? Hozir. To'xtamurod Jumayev. Ha, Jumayev. Ha, Toshkentdan ruxsat olgan. Ko'ramiz. Agar foydasi bo'lmasa, bir kunda yo'qib tashlaymiz. Xo'p bo'ladi. Jumayev. Tinchlik yo'q ekanda. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling. Chaqirtirgan O'tiring. Nimalarni boshlab yuribsiz o'zi? G'avg'oyingiz kelmayapti-ku. Maktab uchun yana Toshkentdan yordam so'rabsiz. Ruxsat berishganiga shukr qiling-da endi. Toshkent bilan bitadigan ishlar bor edi. Toshkentni tinch qo'ying. Videoingiz baribir bizga yetib keladi. Ha bo'ldi, ruxsat berildi. Ha bu yo'g'ini o'zingiz hal qiling-da endi. O'rgildim sizga islohotchidan. Siz yordam bermayapsiz. Mana maktabimizning qurilishi hali nihoyasiga yetgani ham yo'q. Toshkentdan yordam so'rashga majbur bo'ldim. Xabar bo'lib, o'z vazifangizni bajaring. Nima? Hali men o'z vazifamni bajarmayapmanmi? Shoshma. Mana, ol maktabingni. Yaqinda maktabing yopiladi. Ha, ochiladi-yu, yopiladi. Odamlar seni o'sha aljiragan g'oyalaringga ergashmaydi. Sen o'zing kimga bilyapsan? Sirama meni. Kelajakni ko'rmayapsan. Nima? Senga ergashsam, kelajakni ko'ramanmi? Ha, ko'ramanmi? Menga emas, mana shu maktabga ergash. Avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Sening hardam xayolliging shu yerda ham ma'lum. Ana, maktablar ko'p-ku. Men o'sha haqiqiy chinakam bilan beradigan maktablarga xayrixohman. Seni bu qayerdagi xususiy sifat chillaxonangga emas. Qanaqasiga chinakam maktab bo'lsin? Chinakam maktabni ko'rmayapman. Sen davlatga qarshi borma. Davlat seni oyog'ingni osmondan qiladi. Maktabga tekizma. Chiq yo'qo. Mayli, ketaman. Sen o'zining ma'naviyatini o'qitmagan maktabni. Shoshma, nimalar deyapsan? Senaman. Tort qo'lingni. O'zining tarixini o'rgatmagan maktabmi? Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi botir jangchilarni o'rgatmagan maktab yo'qol. Seni rahbar qilgan fahim ahmoq. Bir o'ldirib tayyordimu? Yoshini hurmat qildimda. Maktabingga bormaysan. Momosi! Voy momosi! Qayerlardasan momosi? Tezroq bu yoqqa kel. Qani bo'l, suyunchi ber. Bo'ldi, hal bo'ldi. Endi yaxshi maktab quriladi. Bolalarimizga dunyo darajasidagi bilim beriladi momosi. Rostdanmi? Endi yangi maktab ochiladimi? Xudoga shukr, Allohimga shukr. Ishqilib yugurlaringiz ham o'z nihoyasiga yetibdi. Endi uyda bolalaringiz oldida o'tirasiz. Yugurlar endi boshlandi-ku momosi. To'xtamurod, uydamisan? Qayerga kelaver, uydaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Xo'sh, ishlar 5 bo'ldimi? 5 bo'ldi. Qani kel, o'tirchi. Qani ilohim, ishlarimizni barakasini bersin-a. Allohu akbar. Xo'sh, nimaga bergash? Sotdingmi? Sotdim. Sotganda ham zo'r sotdim. Mana pullari, molingni bozor chaqqon ekan. Yaxshi ketdi. Ikkalasini ham sotding bergash? Ho'kizingni nafaqasi bo'ldi. Qo'yingni Sattor tovaga sotdim. Egiz tug'ishini bilarkan. Xullas, so'ragan pulimni berishdi. Baraka topishsin. Ha, yaxshi. Bu pullar hozircha senda tursin. Nega? Maktabimizda qurilishga pul kerak bo'lsa, sendan olaman. Yordam beringlar, Yunusni o'g'irib ketdi. Voy
kelin nima gap? Ey bobosi, o'g'ilda qo'kiz, qoramizdagi qo'zili qo'yimiz yo'q. Uygiz tug'adigan qo'yimiz hozirga bilib beray deb borsam yo'q. Hamma joyni ko'rdim. Haliga bunday o'tiribsiz, undan ko'ra ko'chaga chiqib qarasangizchi, mana qo'shnining eshigi ham yopiq, narigi eshik ham berk turibdi. Haya, esim qursin. Seni xabaring yo'q edi, momosi. Ho'kiz bilan qo'ydi, bozorga chiqarib sotdik. Mana pullar. Sotdim. Ahon nega sotasiz? Mana maktabimizni qurilishiga pul kerak edi, momosi. Yana maktabmi? Shu maktab uchun hamma narsadan voz kechyapsiz. Bolalarni rizqini o'ylamadingizmi? Oxirgi qo'yimiz edi-ku. Aqalni sen tushun, momosi. Nima? Maktab faqat menga kerakmi? Mana shu xalqning farzandi o'qib unsa, dunyoga chiqsin deyapman-ku. Lekin odamlar o'zini mendan olib qochyapti. Buncha tor o'ylamasa ham odamlar. Voy bobosi, mayli siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat sog'lig'ingizni ham o'ylang. O'zingni ehtiyot qil. Yo'qamroq, sen har o'ylanga bizga keraksan. Odamlarning gapiga unchalik ham parvo qilma. Odamlar gapiraverishadi. Ergash, tushunib yetmaganda bular. Sen oddiy odamlarni aytasan, tushunishmayapti deb. Kecha anavi So'li buxgalter, oliy ma'lumotli Tirjayev menga oshnangiz internet ochaman deb yugurib yuribdi ekan. Niyati buncha sovuq bo'lmasa deb xiringladi. O'sha yerda Nusrat tabelchi ham tushunmay internet u yetimxona. Biz bolalarimizni yetimxonaga beramiz deb kuldi. Nima? Yetimxona? Axir Ergash, internat degani yetimxona emas. Yetuk maktab degani, eng ilg'or maktab degani. Shu xalqdan, mana shu qishloqdan bittagina bola, Ergash, bittagina bola fallari shoh supasiga chiqqanda edi. Mening orzuyim ham, armonim ham mana shu Ergash. Ko'p siqilaverma, do'stim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xayr. Aytgancha, Ergash, bolalar yiqilib qoldimi? Ha, hozir. Shu o'zimizning tanish bilish, qarindosh urug'larning bolalari yig'ildi. 30 nafarga yaqin bolalarning ro'yxati. Nima? 30 nafarga yaqin. Ha. Yaxshi, juda ham yaxshi. Hali ko'rasan Ergash, bu yigit qizlarning hammasi yurtga kerakli farzand bo'lib voyaga yetishadi. Ontichaman, bu bolalarning barchasi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirib ketishadi. Ergash, seni, meni, farzandlarimizni Xudoyimni o'zi qo'llaydi. Xudoyimni o'zi. Nasib do'stim, aytganing kelsin. To'xtamurod do'stim, shu bittagina masalada qiynalib turibmiz-da. Nimaga Ergash? Tinchlikmi? Qanday aytsam ekan? Pul masalasida. Shu masalada so'ramagan odamim, kirmagan qarindosh urug', tanish bilishim qolmadi. Juda qiyin bo'lyapti-da, juda qiyin kechyapti. Ha, buning yo'li oson Ergash. Nimasi oson ekan? Maktab uchun hech narsani ayamayman. Mashinamni sotamiz. Axir mening yurgan mashinam bo'lsa, ustiga ustak oilandagilar, bolalaring bilan bir maslahatlashib, keyin shu qarorga kelsang bo'lardi-ku. Ergash, ortga qaytmasligimiz kerak. Agar ular mening bolalarim bo'lsa, churt etishmaydi. Ortga qaytsak, shuncha bolaning ishonchi so'nadi-ku Ergash. Ertaga yo'q chiqarib sotamiz mashinani. Qani yura qol. Tezroq xaridor topaylik. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, bolalar.
Ota, Dadil gapiring. Mashinani ham ayting. Menda biror gaplaring bormi? haligi Mayli bilan gaplashing. Gapiring kelin. Nabirangiz haqida gaplashib bo'lmoqchi. Tinchlikmi? Nabiramga nima bo'ldi? Nabirangiz maktabingizga olishmoqchi. Mashinani ham o'qingizga bermadingiz. Mashinamingiz kelsa, aytmaydimi o'zi? O'g'ling imtihondan o'tolmagan. Imtihondan o'tolmagan bo'lsa, qanday qilib olishsin? Axir nevarangiz-ku dada. Nima qildi nabiram bo'lsa? Bilimga yuz xotirchilik ketmaydi. axir ota, bu sizning qo'lingizda-ku. To'ppa-to'g'ri. Men ham shuni aytaman-da. Meni qo'limda emas. Bolangni bilimiga bog'liq. Axir dada. Bo'ldi. Mening maktabimda faqat bilimli bola o'qiydi. Menda boshqa ishlaring yo'qmi? Yo'q. Ketaveringlar. Bobosi, charchamayapsizmi? Ovqat tayyor bo'lganda olib kelaymi? Chaynalmasdan maqsadga ko'chaver. Qizingiz adolat kelgandi. Tushunarli. Chaqir. Xo'p. Qizim, kela qol. Assalomu alaykum otajon. Iye. Va alaykum assalom. Kel qizim. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Maktabimizga ko'z tegmasin. Ancha yutuqlarga erishyapti. Yaxshi. Rahmat. Eshitaman qizim. Otajon, haligi qudalaringiz, kuyovingiz oldida nabirangiz dastidan uyatli bo'lib qolmaylik. Nima gap? Tinchlikmi? Nabiramga nima bo'ldi qizim? Ha, tinchlik. Faqat nabirangizni maktabingizga olishmoqchi dada. Imtihondan o'tolmabdi. U ham maktabingizda o'qib, bilim olsin deyman-da, otajon. Imtihondan o'ta olmagan bo'lsa, qanday qilib o'qiydi qizim? Otajon, axir o'zingizni nabirangiz-ku. Qizim, seni bolang bo'la-yu, boshqaning bolasi bola emasmi? Ayt, birovning bilimli bolasini o'rniga seni bilimsiz bolangni qanday qilib o'qitaman? Adolatli bo'l qizim. Bekorga seni ismingni adolat deb qo'ymaganman. Endi esa bor. Qudalarimga meni nomimdan salom ayt. O'qit bolangni. Agar yaxshi o'qisa, meni maktabimda o'qiydi. Demak shu iloji yo'q shunaqami otajon? Shunaqa qizim. Oyijon, tinchlik nima bo'ldi? Uyingizda to'y bo'ladimi, ta'ziya bo'ladimi, shu oxirgi kelishim. To'yga borganlar bobosingiz ketib qolyapsiz. Adolat, meni kechir qizim. Otangni kechir qizim. Bobosi qizingiz adolat yig'layapti. Boshqa qaytib kelmayman deyapti. Iltimos, biror narsa qiling. Ham o'zingizdan oladigan bir gapni qaysa. Bo'ydan oyog'imizdan qaytib kelmaydi, mana ko'rasiz. Axir nega tushunmaysan? Xudo rahmat qilsin, avloniy bobomiz bekorga aytmagan. Tarbiyaning o'chog'i maktab. Maktab o'qituvchisi esa har jihatdan haqjil, adolatli bo'lishi kerak deb. Bilim va maktab xalqning kelajagi degan tushunchalar, farzand, nabira degan tushunchalardan ham baland turadi. Agar farzandingga ko'rsatadigan mehr-u muhabbating ustun kelsa, ko'p nohaqliklarga qo'l urishga majbur bo'lasan. Adolat, nabiramni olishga imkonim bor, lekin haqqim yo'q. Meni kechir qizim. O'sha maktabini ustun qo'ygan xudbin otangni kechir.
Vazirlikdan. Alo. Assalomu alaykum. Ha. To'xtamurod Jumayevman. Nima? Oltin medal. Nahotki 5 nafar raqamli. Rahmat. Sog' bo'ling. Nabot bobosi tinchlik ekanmi? Ha. Germaniyada bo'lib o'tgan fan olimpiadasida 5 nafar o'quvchim ham oltin medal sohibi bo'libdi.